Bugun yurtimizda kurash milliy sport turini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish, uning xalqaro miqyosidagi nufuzini oshirish va xorijiy mamlakatlarda keng targ'ib qilish, shuningdek, kurashni ommalashtirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 20-dekabrdagi kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi islohotlar uchun o'ziga xos dasturul amal bo'lmoqda. Shu bois, mazkur qaror ijrosini ta'minlash, o'zbek kurashini yanada ommabopligini oshirish maqsadida joylarda turli musobaqalar, targ'ibot, tashviqot tadbirlari tashkil etilmoqda. Ayniqsa, aholi gavjum maskanlar, turizm obyektlari, so'lim xiyobon va tarixiy obidalarning yon atroflaridagi turli mahorat saboqlari milliy sport turimizning jozibasini namoyon etmoqda. Bizning o'zbek milliy sportimiz hozirgi zamonda demak dunyoning 130 dan ziyod mamlakatlarida xalqaro sport turi sifatida qayd etilgan o'zlarining milliy federatsiyalari bor. Bo'lib o'tadigan qit'aviy jahon chempionatlarining barchasida kurash sport turi xalqaro sport turi sifatida kirgizilgan. Mana yaqinda yoshlar, o'smirlar Osiyo o'yinlarida ham kurash sport turini 4 ta vazni rasmiy ravishda o'yinlarda o'zlarini oltin, kumush va bronza medallarga uchun musobaqalar o'tkazildi va shunda bizning samarqandlik polvonimiz O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Shohjahon G'olibov 81 kilogramgacha qatnashib O'zbekiston terma jamoasi uchun oltin medalni qo'lga kiritishga o'zining hissasini qo'shdi. Shuningdek, 29-avgustdan 5-sentyabrgacha bo'lgan davrda, demak, Janubiy Koreyaning Jeosan shahrida o'smirlar, yoshlar hamda kattalar o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Shunda O'zbekiston terma jamoasi tarkibida 11 nafar samarqandlik kurashchilarimiz munosib qatnashdilar. Bu 11 nafar kurashchi O'zbekiston chempionatlarini yo'llanma olib, shu musobaqaga qatnashish imtiyozini qo'lga olgan edi. Shulardan 10 nafari oltin medal bilan qaytdi. Bu men o'ylaymanki, terma jamoalar, viloyatlar terma jamoalari o'rtasida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Va shuningdek, ular shu polvonlarimiz yuqori darajada o'zlarining mahoratini ko'rsatib, borgan o'lkalarda, davlatlarda O'zbekistonning milliy urf-odatlarini tanishtirib, madaniyatini, o'zlarining axloq odobi bilan boshqa davlatdan o'zlarining o'rtoqlarini ko'paytirib, munosabatlarni yanada oshirib, kuchaytirib, shunaqa kurash orqali bizning ham millatimizni tanishtirib, ham yuqori sport darajasini ko'rsatib keldilar. Mana hozirgi vaziyatda bizlar Registon maydoni bu butun dunyo e'tirof etgan jahon durdonasi bo'lgan Registon maydonida bizlar ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz tomonidan ko'pgina tarixiy davrlarni o'tgan shu joyda ko'pgina mana chet ellik mehmonlar ko'z oldida ularga milliy qadriyatimizni bizlar haqida ma'lumotlar beryapmiz. Ko'rgazmali chiqishlarga mana taklif qilingan qator sportchilarimiz, respublika chempionlari mana yuqori darajada o'zlarini mahoratlarini mana shu yerda ko'rsatyaptilar. O'ylaymanki, bu qolgan ko'rgan shu bu yerdagi tomoshabinlarga yanada chuqur qiziqishlar uyg'otyapti. Shu narsani bular yana qanday yuzaga kelganini, qonun qoidasini, buni tarixini o'rganishga yana bularga turtki bo'ladi. Islom birdamlik o'yinlarida ham juda kuchli raqobat, keskin murosasiz bahslar ta'sirida o'tkazilgan. Bunda O'zbekiston terma jamoasidan 4 nafar qatnashchi bo'lsa, shuni bir nafari Bo'riyev Ruslanjon, xalqaro toifadagi sport ustasi 66 kilogramm vaznda qatnashib, munosib O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelishga o'zining hissasini qo'shdi. Bo'riyev Ruslanjon mana shu Samarqand olimpiya zaxiralariga tahsil olib, Samarqand
oliygohlarida o'zini bilimlarini oshirib, O'zbekiston terma jamoasi tarkibida hozir juda munosib kadr sifatida barcha xalqaro musobaqalarda yuqori mahoratini namoyon qilib, juda katta e'tiborga loyiq bo'lgan bizning shogirdimiz hisoblanadi. 2024-yil 20-dekabrdagi prezident qarorlari 450-raqam bilan qayd etilgan qarorda, demak, mana shu milliy sport turimiz bo'lgan kurashni yanada rivojlantirish va xalqaro nufuzini oshirish bo'yicha yanada yo'l xaritalari belgilab berilgan. Ushbu yo'nalishda yanada bir targ'ibot etish bo'yicha shu sport turimizni keng ommaga yoyish bo'yicha hayot tarziga o'tkazish, dam olish kunlarida ham chiroyli kurash sayillari o'tkazib, shu kurash sayillariga aholimiz, mehmonlarimiz shu kurashni uchrashuvlarni ko'rib, muxlislik qilib, shu kurashni asl mohiyatini tushunib, bunga yana hurmatini oshirish uchun, e'tiborni oshirish uchun hamma imkoniyatlar qirilyapti. Misolida bizlar mana Registonda mana shu ommaviy sayyohlarimiz ko'p to'planib tomosha qiladigan joylarga shuni targ'ibot qilyapmiz. Kurash bu bizning milliy brendimiz. Mana shu milliy kurashimiz ham necha asrlik, necha ming yillik tarixiga ega. Shuni hozirgi holatini, demak, xalqaro arenalarda buni tezligini, buning haqiqiy chiroyli jozibaligini, mardonavor sportligini, oliyjanobligini, o'zaro sportchilarni, polvonlarni bir-biriga davrada qanday hurmat bilan munosabat qilishini, barcha tamoyillarini aks etgan. Mana shu narsalarni bizlar ko'rsata bilsak, ozgina bo'lsa ham shu kurashimizni rivojlanishiga hissamizni qo'shamiz va o'zimizni milliy qadriyatimizni dunyoga yoyishga ham mana shu yoshlarimiz ham, katta sportchilarimiz ham o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Kurash milliy g'ururimiz. Bu sport har bir yoshni o'z vataniga mehr, sadoqatli, fidoyilik singari insoniy hislatlar ruhida tarbiyalashga yordam beradi. Kishining o'zi tug'ilib o'sgan, kamol topgan joyi, zamini, o'lkasiga bo'lgan muhabbatini ifoda etadi. Darhaqiqat, ota-bobolarimiz kurashga jismoniy chiniqtirishning asosiy vositasi sifatida qaragan. Shundan kelib chiqib, mamlakat va xalqaro musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritgan polvonlar ishtirokida o'tkazilayotgan mahorat saboqlari mahalliy va xorijiy sayyohlar e'tiborini tortmoqda. Sharq gavhari. Samarqandning yuragi bo'lmish Registon maydonida uyushtirilgan ko'rgazmali chiqishlar ham kurashga qiziqish ortib borayotganligini ko'rsatdi. Yosh polvonlarimiz tomonidan bajarilayotgan rang-barang usullar bir qator xorijiy davlatlardan kelgan mehmonlarga manzur bo'ldi. I like it. It's very Bu kurash menga juda yoqayapti. Kuzatib turibmanki, bu sportga texnika kerakmi yoki kuchli bo'lish kerakmi deb o'ylayapman. Ko'rinib turibdi, har ikkalasi ham zarur ekan. Shunda g'alaba qozonish mumkin. Men Gretsiyaga qaytib borsam, ijtimoiy tarmoqlardan bu sport haqida ma'lumotlarni qidirib topaman. Menga ma'qul bo'ldi. Bu Samarqandning yuragi va juda ham ko'p turistlar keladi Registonda. Har kuni turli xil mehmonlar, turli xil mamlakatlardan keladi va aslida turistlar uchun albatta bu binolarimiz juda ham qiziqarli, lekin bizni sport turimizga ham juda ham qiziqishi katta. Ular hozir ko'rib, men bugun mehmonlar bilan kelganman. Juda ham bular ham mazza qilishyapti. Bizni milliy kurash sport turimizni ko'rib, bularga juda ham katta qiziqish uyg'otdi. Endi bu hozir bu kishi aytayapti, men borsam o'zimga kirib ko'raman bu sport turini ham, juda ham qiziqdim deb. Bizni milliy sportimiz turistlarga juda ham qiziq. Bugungi mehmonlarim Gretsiyadan bo'lgani uchun va qaytib borib bu sport turi bilan yana chuqurroq o'rganamiz deb aytishyapti. First time is in Uzbekistan and it's my first time. O'zbekiston, xususan Samarqandga birinchi kelishim. Guvoh bo'lyapmizki, yoshlar sportga qiziqadi. Amaliy mashg'ulotlar olib borishmoqda. Kurash bu sizlarning milliy sport turi ekan. Men ham biroz dzyudo bilan shug'ullanganman. Ayrim jihatlari shunga o'xshab ketyapti. To'g'risini aytganda, juda ajoyib. O'zim ham sport bilan shug'ullanganligim uchun menda iliq ta'sirot qoldirdi. A little bit outside of the weight class that is currently practicing.
Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritasi asosida murabbiylar va sportchilar malakasini oshirishdan tortib, moddiy texnik bazani yaxshilashgacha, mavjud imkoniyatlarni bosqichma-bosqich zamonaviylashtirishgacha e'tibor kuchaytirilmoqda. O'zbek kurashi dunyo miqyosida tobora ommalashib borayotgan sport turlaridan biri. Ayni paytda yer yuzining 100 dan ortiq davlatida kurash federatsiyalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu esa xalqaro maydonlarda kurash, halol, ta'zim, to'xta kabi sof o'zbekcha so'zlarni yangrayotganidan dalolat. Mardlik, jasurlik, vatanparvarlik g'oyalarini o'zida mujassam etgan kurashni ommalashtirish, rivojlantirish ajdodlarimizdan qolgan merosga nisbatan hurmat ruhini shakllantirmoqda. Kurash bizning g'ururimiz, faxri iftixorimiz. Davlatimiz rahbarining qarori bilan kurash sportining qo'llab-quvvatlanayotgani dunyo miqyosida musobaqalar o'tkazilishiga turtki bo'layapti. Gilamdagi alpomishdek yigitlar, Barchinoy singari qizlarimiz esa Jahon, Osiyo chempionati musobaqalarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelishmoqda. Men kurash bilan 9 yildan beri shug'ullanaman. Kurashda eng katta yutug'im Osiyo chempioni bo'lganman. Koreya davlatida. Keyin Rossiya davlatining Yakutsk shahrida 6 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman. Menga yordam bergan trenerlarim Shavkat aka, Asqar aka, Mirjamol akalarga rahmat deb aytaman. Kurash sport turi halol. Ota-bobolarimiz ham kurash bilan shug'ullangan. Bu kurash sport turini boshqa davlatlar, xorijlarda ham ko'rsatishni a'no qilamiz. Koreya davlatida 55 kg vazn toifasida birinchi o'rinni egalladim. 4 ta raqibimni mag'lub etdim. Raqiblarim Turkmaniston, Koreya, Mongoliya, yoshlar o'rtasida Osiyo chempionati. Men 7 yildan beri shu kurash sport turi bilan shug'ullanaman. Yaqinda bo'lib o'tgan Mongoliya davlatining Ulan-Bator shahrida yoshlar o'rtasida jahon chempionatida 65 kg vazn toifasida faxrli birinchi o'rinni egallab jahon chempioni bo'ldim. Unda menga yordam bergan, yaqinda yordam bergan trenerlarimga, ustozlarimga, ota-onamga kattakon rahmat aytib qolaman. Kurash sport turi ota-bobolarimizdan qolgan sport. Unda halollik, mardlik, olajanoblik mujassam bo'lgan. Murabbiylarim menga yaqindan mashg'ulotlarda usullar, bir-biriga juda o'xshash usullar, o'shalar menga yoqadi usullari. Har safar boshqacha usullarni bajaramiz. Ular menga yoqadi. Sportchi g'alaba qozonish uchun sabrli, e'tiborli, kuchli, matonatli bo'lib, shu yaxshi trenirovka qilsa chempion bo'ladi. Kurash bilan shug'ullanganda sog'lom, baquvvat, chidamkorlik oshadi. Mana bugun Registonda kurash sportini targ'ib qilyapmiz. Bu yerda chet ellik mehmonlar kelib, bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlashyapti. Milliy kurash sport turini dunyoga tanitish rejamiz bor. Samarqand Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 10-B sinf o'quvchisiman. Kelgusidagi rejalar shu O'zbekiston bayrog'ini yuksalga ko'tarib, dunyo chempionlari bo'lish. Oldinda O'zbekiston chempionatlari, Osiyo chempionatlari musobaqalari bor. Shunga tayyorgarlikni olib boryapmiz. 8 yildan beri milliy kurashga turnovka qilaman. Buxoroda, Andijonda, Namanganda chempion bo'lganman. O'smirlar o'rtasida, Toshkentda ham chempion bo'lganman. Kurash qizlar uchun ham foydali, baquvvat bo'ladi. Registon maydonida biz milliy kurashga turnovka ishlamoqdamiz. Chet ellik mehmonlar qiziqish orttirmoqda. Buyuk sohibqiron Amir Temur maqbarasiga har kuni minglab mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurishadi. Ular sarkardaning davlatchilik siyosati, kuch-qudrati, boshqaruvdagi mahorati bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishadi. O'z navbatida kurashimizning eng chiroyli usullarini namoyish etayotgan polvon o'g'il qizlarimizga hayrat bilan boqishadi.
Absolutely amazing. Men yosh kurashchilarni ko'ryapman, juda ham ajoyib. Ular mahorat bilan mashg'ulotlarni olib borishyapti. Bu sport hozircha Olimpiada sport turlari oilasiga qo'shilmagan ekan. Fikrlashimcha, bu sport turi e'tiborni jalb qiladi. Shuning uchun Olimpiada o'yinlarida ko'rishni istayman. Sayohatim davomida meni juda hayratlantirdi, qiziqib qoldim. Men milliy kurash sport turi bilan 6 yildan beri shug'ullanaman. Mening trenerim Xudoyoqulov Lochin aka, keyin Asqar aka. Men bu sport turini juda ham yaxshi ko'raman. Bu sport turi bilan ko'p joylarga chiqqanman. Andijon, Buxoro, Namangan, boshqa viloyatlarda ham chempion bo'lib kelganman. Men bu qizlarga ham tavsiya qilaman bu sport turini. Baquvvat, sog'lom bo'ladi. Yana o'zlari uchun ham foydali. Kelgusidagi rejalarim katta musobaqaga chiqib chempion bo'lish, yurtimiz bayroqlarini balandlarga ko'tarish, Olimpiada chempionlari bo'lish. Men bu sport turi bilan dadam xohlagani uchun ko'proq qilaman, shug'ullanaman. Chunki men bu sport turini juda ham yaxshi ko'raman. Yoshligimdan bu sport turi bilan shug'ullanib kelaman. O'shaning uchun bu sport turini yaxshi ko'raman. Sportchi g'alaba qozonish uchun tinimsiz mehnat, natija qilish kerak, to'xtamay trofka qilish kerak, o'zini ustida ko'proq ishlash kerak, xatolarni tushunib yetish kerak, birga shug'ullanish kerak. Biz hozir bu yerlar tarixiy obidalarga keldik, sport turimizni rivojlantirish uchun. Bu yerga turistlar kelib bizga hayron bo'lyapti, qarayapti. Kurash milliy g'ururimiz. Albatta, yosh polvonlarimizning bunday yutuq va muvaffaqiyatlari kurashga bo'layotgan e'tibor, qulay shart-sharoit yaratilayotganligi natijasida qo'lga kiritilyapti. Biroq bu yetarli emas. Yuqori natijalarga erishish va milliy kurashimizni yanada rivojlantirish, uning nufuzini xalqaro maydonda oshirishga erishish uchun muntazam targ'ibot, tashviqot, ko'rgazmali chiqishlar, nufuzli musobaqalar o'tkazilishi talab qilinadi. Mas'ul mutaxassislar qaror asosidagi yo'l xaritasida belgilangan vazifalarga qanchalik e'tibor qaratishadi, buni vaqt ko'rsatadi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.